akalar Andijon Asakadan kelishib xudo xolisa. Aka, ko'pchilik olyapman-da videoga. Sizlar ham tushib qolasizlar. Bu noto'g'ri narsa emas, aka. Meni qidirib kelibsizlar, ana yemchi bolani. Hop. Kimdir bonusga bola keladi. Kimdir shu molini yemlagani keladi-da. Masalan, nimadir mana sabab bo'lsa, moli yemlansa-da. O xalq ko'rayotgan narsa, o musofir ko'ryapti, shiydagilar ko'ryapti, kilometrlar ko'ryapti, ishi bo'libdi. Qancha olasiz aka? Sinovga 500 kilo olay. Bo'ldi, 5 kilo olasiz. Asakadan-a? Olma mashinalari bilan kelishib, xudo xolisa 60 partiya inshaalloh. Nima qilib beray aka mana 5 kilo olmoqchisiz? Nima qilib beray men? Aytavering, uyda anaqasi yo'q. Men o'zimdan chiqib turgan mahsulot-da aka bu. Aytavering, sinovga olyapsiz mana. Sinaganlarga mana qilib berayotganmiz. Sinovdan o'tkazganlarga mana tayyor qilib berayotganmiz-da. Jo'natib, xudo xolisa mana ikkinchi reys chiqib ketadi-da. Nima qilib beray aka? Nech pul keldi mana shu mashina shu yoqda? Qanchalik? Nech pul benzin yoqdi? Hozir gaz yo'q bilaman-da. Nech pul benzin yoqdi aka? 80 kilometrdan kelyapmiz-da. Oo, 80 kilometr. Aka, bitta narsa qilamiz-da. Men sizga 150 ming rasot qoplab beraman. Chiroyli? Rozimisiz? 5 kilo. Bo'ldi. 150 ming rasotingizni qoplab beraman. Kelishingiz va ketishingiz. Rozimisiz? Bo'ldi aka. Inshaalloh. Hozir yuklab beramiz chiroyli.